Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah va ala alihi va sahbihi ajma'in. Namozni ichidagi zikrlar, tasbihlar va qiroatlarni kishi o'zi eshitadigan darajada o'qishligi vojibning eng past, ya'ni eng kichik darajasi hisoblanadi. Muxtasarul viqoyada shunday matn keladi. Va adnal muxofatati isma'u nafsihi deb keladi. Jahriylik, ya'ni ovoz chiqarib o'qiydigan namozlarda jahriy deb atalashi uchun eng past miqdori o'zini yonidagi boshqa odamni eshittirishidir. Ammo maxfiy namozlarda, ichida o'qilishi kerak bo'lgan namozlardagi maxfiylikning eng kam miqdori kishi o'qigan qiroatini, o'qigan zikrini, aytgan tasbihini, tahlilini o'ziga eshittirishi lozim. Shu yerda bir xalqimizda, umuman mo'min musulmonlarda bir xatolik doim sodir bo'ladi, shuni aytib o'tish kerak. Kishi o'zini qiroatini o'zi eshitmasa, uni namozi namoz bo'lmay qoladi. Sura-i Fotihani o'qiyapti, o'zini ovozini o'zi eshitish kerak. Ya'ni juda ham haddan tashqari pichirlamaydigan darajadagi o'zini labini ham arang qimirlatmasdan o'qigan namoz, unda qiroat ado bo'lmaydi va namozi durust bo'lmay qoladi. Shunga ehtiyot bo'lish lozim. Allohu a'lam.